اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. 11. hadis Riyazus Salihin'den. Hadis kitaptan. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي العباس خبرلay Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan Peygamber aleyhissalatu vesselam ozu Allahu Ta'aladan haberlaygan haberlerden. Ay Kur'an ayat tugul no smıslası Allahu Ta'aladan, sözleri Peygamberden. Al Kur'an mısa sözü de smıslası da Allah'tan gele, manası da. Asili Allahu Ta'ala ayeti de bayta. İnna Allaha katabal hasanat ve sayyiat. Allahu Ta'ala yazgan yaxshi zatlarni da yomon zatlarni da. Summa bayyana zalika, so'ng bayon etgan. Mana shu yaxshi, shu yomon deb. Haman hamma bi hasanatin, kim yaxshi zat etmege qasd etse, falam ya'malha, va shuni etmese de katabahallahu, Allahu Taala o'ri bo'lgan tabaraka va taala indahu hasanatan kamila, o'zini yanına polni kamil kuyda yaxshi zat etganini javob yozib qo'yardi. Va in hamma biha fa'amilaha katabahallahu, eğer şu bir zatga qasd etib yaxshi zatga va shuni etmege de etse, Allahu Taala shuni yazar 10 yaxshilik etib ila 700 dhifin, 700'ge 50 attiripti bo'ldi bayta. Ila al'afin kasira, dağıda ko'p kiren attirib qo'yibdi bular. Allah yaxshi biladi, sen necha etkensen, necha qiyin palajeniyada etkensen, necha qiyinlikni ko'targansan. Har kim barha birimi do'sti yo'q yaxshilik etmagan. Biri var bir qiyinlikni aytadi, biri var erkinlik bilan aytadi. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, eğer yaman zatni etmege qasd etse adam va shuni etmese, katabahallah Taala indahu hasanatan kamila. Şu Allahu Taala yaman zatni etmey qo'ygan sayalida yaxshi amal etganini javob yozadi. Qara. Allohning rahmatiga. Va in hamma biha fa'amilaha, eğer şu yaman zatga qasd etib va shuni etse, katabahallahu sayyi'atan wahida, Allah şunu bir yamanlıkka yazar da bayda. Muttafaqun alayhi, to'xtashgan hadis. Hali hadisning ma'nolarına geleyik. Hali bundan anlaşıla Allah'ın yanına degan zamanla Allahu Taala hali bir yerde to'xtagan, onun yayına o'ltirib urushga bilan yaza degan ma'nosi bu. Allah yaxshi biladi uni nechik yozagan. O terim ma'nolarga girmagan birovda haqli yetishmay. Sonra hadis qudusi degan zamanla o anglata o Qur'an tugul. Qur'anga namazsiz tiymaga yaramay, oğar namazı bo'lmasa da tiysa da yaraygan. Allah'ni so'zi tugul sal, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın so'zi. No bo'lsa da oğarda jilatilna, borç tugul, jilatilna. Namazın bo'lmaga. Bir dağa anlaşıldı bir yerden yaxshi zatga qasd etmoqda o sebepchi, oğar javob yozadi Allahu Taala. Daha yezikte şu javob yazganini bilgan zamanla har yezik adam hamma javobda bo'lachaq aytsam deb şu yaxshi zatga barmaga sebep bo'lar. Yomon zatga qasd etse de yomon zatdan qaytdichi, şu qaytmoqligi toza Alloh uchun bo'lsa, şu biz alda eskergen nemi, malni aqchasini qizg'anib tugul, bu yerda bir zatdan qo'rqib tugul. Allah uchun bo'lsa, şu vaqtda sho'g'ar javob bo'lar. Ammo bara turani mashina buzib oldi, harom zakka bara turani. Oğar javob bo'lmay uzoqda. Oğar daji gunoh bo'lar. Yomon zakka qasd etgan kuyda qolgan sayali.
innal hasanat yuzhibna sayyiat. Yaxshi zotlar yomon zotni taydira dedi. Shu boshlab qasdi yomon edi, Alloh uchun qo'ydi-chu. Shu Alloh uchun qo'ymoqligi shu birisi yomon zotni taydirib qo'yadi. Valhamdulillahi robbil alamin. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا